Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Behzod Boboyev, tibbiyot fanlari nomzodi, 7 yillik mutaxassislik ish tajribasiga ega bo'lgan mutaxassis va mingdan ortiq kardiologik kasalliklarni muvaffaqiyatli davolagan mutaxassis hisoblanaman. Aynan bizda Toshkent tibbiyot akademiyasida turli xildagi yurak kasalliklarini muvaffaqiyatli davolab kelmoqdamiz. Xususan yurak ishemik kasalligini medikamentoz hamda intervension davolar orqali muvaffaqiyatli natijalarga erishmoqdamiz. Dilatatsion kardiomiopatiya kasalliklarini yangi innovatsion davolar orqali muvaffaqiyatli yurakni qisqarish ochish kuchini tiklamoqdamiz. Simptomatik arterial gipertenziya bilan kelgan bemorlarni kasallikni ildizini topib, zamonaviy buyrak usti bezi bilan bog'liq kasalliklarni laparoskopik adrenalektomiya, buyrak arteriyalariga bog'liqlarini buyrak arteriyalarini stentlash orqali muvaffaqiyatli davolab kelmoqdamiz. Turli xil xavfli turdagi gipertoniya kasalliklarini muvaffaqiyatli davolab kelmoqdamiz. Turli xil yurak xastaliklari bilan bog'liq shikoyatlaringiz yoki kasalliklaringiz bo'lsa, albatta bizning manzilimizga murojaat qiling. Biz sizga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishga tayyormiz. Shu больницаga kelishdan oldin ko'p joylarga bordim. Yaxshi tuzatish olmadi, qarash olmadi. Shu yerga kelib, lecheniyalar olib, yaxshi bo'lib ketdim.